ko'radiganlar yaxshimisizlar? Ko'nkatyulimizda o'rnatdik, mana ichkalar qo'yib qo'ydik, gazlar o'rnatib. Tak. Aristonimiz EPA. Nakapital qilib qo'ydik buni. Yozda tokka tiqib ishlataveradi, hozir qishda nakapital bo'lib ishlab turaveradi. Tarishni teplari ham kamroq ishlaydi shunda. Chap tomon radiator kollektorimiz, o'ng tomon teplopollarimiz kollektori to'q ходовой bilan ishlab turibdi. Qo'shimcha bitta nasos qo'ydik. Joyimizni torligi uchun kanalizatsiya GVS'larni o'yganlikni chiqarib qo'ydik. Nasos ham shu yerda, ikkinchi etajda balkonda jinni kengaytirilgan. Kichkina balkonda kengaytirilib o'tirgani xona qilingan. Oynalar jinni kengaytirilgan. O'rchiga qo'yilgan katta. Bu tomonga oyna qo'yilgan. Xudo xolasa katyolimiz 29 ga chiqdi. Cho'tka ishlayapti. Qishki rejimda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 90lik nomerimiz 550 17 81.